O'zbekistonning cheksiz cho'llari bir qarashda sokin va jimjit ko'rinadi. Ammo bu jimjitlik ortida, qumtepalar orasida ming yillik sirlar va dahshatli afsonalar yashiringan. Cho'l arvohlari, qum bo'ronlari ichida g'oyib bo'lgan karvonlar, sirli tovushlar. Bu shunchaki ertakmi? Yoki biz bilmagan ko'zga ko'rinmas kuchlar sahroning har bir qum zarrasida yashirinib yotibdimi? Bugun O'zbekistonning sahro hududlaridagi eng qo'rqinchli afsonalarni o'rganamiz. Bu video sizning cho'lga bo'lgan qarashingizni butunlay o'zgartirib yuboradi va sizni uning cheksiz sirlaridan qo'rqishga majbur qiladi. O'zbek madaniyatida cho'lga bo'lgan munosabat har doim o'zgacha bo'lgan. Bu shunchaki kenglik emas, balki insonning o'zi bilan yuzlashadigan, tabiatning qudrati oldida ojizligini his qiladigan makon. Qadimdan buyon cho'l sayohatchilar uchun ham sinov, ham sirli sarguzashtlar manbai bo'lgan. Islomgacha bo'lgan davrlarda, hatto islom kirib kelganidan keyin ham cho'l turli xil ruhlar, jinlar va g'ayritabiiy mavjudotlar makoni sifatida tasavvur qilingan. Cho'lning o'zi the sublime, ulug'vor va dahshatli tushunchasiga juda mos keladi. U bizga cheksizlikni, tabiatning qudratini ko'rsatadi. Ammo ayni paytda noma'lumlik, yo'qolib qolish va o'lim bilan bog'liq bo'lgan dahshatli joy. Bu ikkilik inson ongida chuqur psixologik ziddiyatni keltirib chiqaradi. Qizilqum va Qoraqum kabi cho'llar ko'pincha uzoq, tashlandiq joylarda joylashgan bo'lib, ularning atrofida turli afsonalar, arvohlar va g'ayritabiiy hodisalar haqidagi hikoyalar to'kilgan. Bu joylar insonning noma'lumlik oldidagi qo'rquvi, hayotning o'tkinchiligi va tabiatning qudrati haqidagi falsafiy o'ylarni aks ettiradi. Cho'l arvohlari tushunchasi o'zbek folklorida juda kam tilga olinadigan, ammo chuqur ildizlarga ega bo'lgan sirli hodisadir. Bu shunchaki o'liklarning ruhlari emas, balki cho'lning o'ziga xos energiyasi, qum bo'ronlari va mirajlar bilan bog'liq g'ayritabiiy kuchlardir. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, tunda cho'lda sayohatchilar g'oyib bo'lishadi. Ularning izlari ham qolmaydi. Bu g'oyib bo'lishlar ko'pincha cho'l ruhlari, jinlar yoki boshqa noma'lum mavjudotlar bilan bog'lanadi. Boshqa bir talqinga ko'ra, cho'l arvohlari bu cho'lning o'zida yashaydigan, inson ko'zidan yashirin bo'lgan, ammo uning hayotiga ta'sir qiluvchi qadimiy kuchlardir. Bu kuchlar ko'pincha qum bo'ronlari, mirajlar yoki sirli tovushlar orqali namoyon bo'ladi. Ularning maqsadi sayohatchilarni yo'ldan adashtirish, ularni cho'lning cheksizligida yo'qotish yoki ularning jonini olish bo'lgan. Bu afsonalar insonning tabiat oldidagi ojizligi, noma'lumlikka bo'lgan qo'rquvi va ruhlarning mavjudligiga bo'lgan e'tiqodini aks ettiradi. Cho'l bilan bog'liq dahshatlar shunchaki afsonalar emas. Ular inson psixikasiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Cho'lda yolg'iz qolish, cheksiz qumtepalar orasida yo'qolib qolish, mirajlarni ko'rish, noma'lum tovushlarni eshitish. Bularning barchasi insonning on ostidagi qo'rquvlarni uyg'otadi. Bu the other, boshqa tushunchasining yana bir ko'rinishi bo'lib, bizga noma'lum bo'lgan, bizning nazoratimizdan tashqaridagi kuchlarga bo'lgan qo'rquvimizni ifodalaydi. Qum bo'ronlari ko'pincha jinlar, devlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlar bilan bog'lanadi. Bu obrazlar insonning tabiatning qudrati oldidagi xavotirlari, yaqinlarini yo'qotishdan qo'rqish va o'zining o'limi haqidagi o'ylarni aks ettiradi. Psixologik jihatdan cho'l bu insonning o'z ojizligi bilan yuzlashadigan, hayotning ma'nosi haqida o'ylaydigan joy. Bu joylardagi dahshatlar shunchaki tashqi kuchlar emas, balki insonning o'z ichidagi qo'rquvlarning aksidir. Ular bizga tabiatning muqarrarligini eslatadi va hayotning qadrini anglashga undaydi. Xulosa qilib aytganda, cho'l arvohlari va sahro dahshatlari shunchaki qadimiy afsonalar emas. Ular o'zbek xalqining tabiatga, noma'lumlikka va o'limga bo'lgan munosabatining madaniy ifodasidir. Ular bizga insonning tabiat oldidagi ojizligi, ruhlar dunyosining sirli jozibasi va o'z ichimizdagi ibtidoiy qo'rquvlar haqida
chuqur o'yga to'ldiradi. Bu mavzular bizning ongimizda yashiringan, bizni doimiy ravishda kuzatib turadigan, ammo bizni o'zligimizni anglashga undaydigan kuchlardir. Sizningcha, cho'ldagi bu sirli g'oyib bo'lishlar bugungi kunda ham bizning hayotimizga qanday ta'sir qiladi? Zamonaviy qo'rquvlarimizda ularning aks sadosini ko'rish mumkinmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu Harar Studies O'zbekiston edi. Keyingi videoda biz o'zbek folkloridagi eng dahshatli va unutilgan maxluqlardan birini tahlil qilamiz. Obuna bo'ling va qo'rqishdan qo'rqmang.